Bu kruiz bazasini agar bu yerda kim bilsa, o'sha yerda hamma направленияларni ko'rgansizlar. Shu hamma направленияларga inshaalloh chiqish niyatim bor. Xudo xolasa hammanglarga nasib qilsin shunaqa kruiz orqali dunyoni ko'rish. Kruiz to'g'risida ozgincha men sizlarga ma'lumot bermoqchiman, bilmaganlarga. Kruiz bu qanaqa desam bo'ladi? 100% haqiqatdan ham hayotingizni o'zgartiradigan kompaniya. Nimaga desangiz, shu kruizga qo'shilgandan keyingina odamlar sayohat qilishni boshladi O'zbekistonda, agar bilsanglar. 10 yil bo'ldi o'zi kruiz ochilganiga, o'zi kompaniyani ochilganiga. Bu o'zi amerikanskiy kompaniya. Shunaqa sistema o'ylaganki, mana oddiy turfirmalar bor-ku bizda. Turfirmalarni mana bilasizlar, hammanglar, to'g'rimi? Xuddi shu turfirma faqat bu telefoningizda. O'zingizlarning частный telefoningizda просто sizlar mana приложение booking.com bor, bilasizlar. Payme'lar bor, Yandex.Go'lar mana ishlatyapsizlar-ku, to'g'rimi? Oddiy Visa karta, Sum kartani приложениялari bor banklarning xuddi shunga o'xshagan приложениеda siz turfirmaga borib o'tirishingiz shart emas. O'zingizni turfirmangizni o'zingizda yaratasizda. O'zingiz xohlagan kruizingizni ko'rasiz, xohlagan paytingizda, xohlagan davlatingizga o'zingiz bron qilib borish nimaga bor. Faqat sizlarda bizdagi liderlar, bizdagi sponsorlar sizlarga o'rgatadi. O'rgab olganlardan keyin bemalol o'zingizlar bemalol dunyoni kezish imkoniyati bor. Agar kruizga qo'shilmaganlar bo'ladi shunaqalar. Men shundoq ham boraman, ana turfirmada $500, $300, $400 deydiganlarga javob sizlarga. U turfirmani sayohati bilan bizning kruiz sayohatini hech qachon solishtirish kerak emas. Juda ham yer bilan osmoncha farqi bor. Birinchidan, turfirmada borganda ham u borsa agar boradi. Lekin o'sha kruizga qo'shilsa, platforma $100 dan oyiga to'layotganini bilsa, o'sha odamning miyasiga o'rnashib boradimi, to'shda o'sha sayohat, o'sha ko'ngliga o'tirdimi, bo'ldi, boradi u. A turfirmadan olaman, boramandir, qachondir deydi-da, lekin vaqt o'tadi, bormaydi. Ungacha uni taklif qilgan odam o'sha 2-3 marta borib kelgan bo'ladi.